O'chiring muzikani. Hurmatli ayblanuvchi, so'z sizda. Marhamat, gapiring. Qani, men bolg'am qani? Nima olib kelmading? Mening o'rnimga advokatim gapiradi. Mana o'zim hal qilaman. Tartibli o'yinda bilan bilan bu bola o'sha voqea yaralash qo'yib, bir soat to'qqiz botdan bilan ishlatgan qo'yishni otasi alga, onasi zo'rg'a o'qib bolalar bor yetim. Antena chiqmayapti. O'rtoq sudya, bironta gapiga ishonmang. Hamma gapi yolg'on. Yo'q, ishonishmaydi, tushunmayapman-ku. Bular o'g'irlik qilishdan oldindan plan qilgan. Nega qaradi? O'sha 12 yoshli o'rtoqlaring bilan. Bunga hikmatmi? So'kinyapti. O'rtoq sudya, so'kiyapti bu ana bu. O'rtoqliga so'kganim yo'qmi? Mana dalillarim. Atak hamma narsada adashgan bo'lsam ham advokatda adashmayman. Muhtaram sudya, mana dalillarim, mana qo'limda. Bo'lib mumkin. Yozig'i ham shunaqa-ku buni. Mana. Yo'q. Ya, vallahi o'zim olib ketaman. Yo'q, qorim to'g'ri, rahmat. Abo'y tushunmadingmi? Sud hukm qiladi. Ayblanuvchi 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Oh, mana. Mana shu kerak. Oke, qamabda shu-yu. Ya, bilmadim, men shuncha harakat qildim. Xalq tushunmagan sudya ishlarmi? Qornim to'q deyapman-ku. Nohma qilib beraman. I got you.